Assalomu alaykum. Demak, endokrinologiya darslarini boshlaymiz. Bugun bizda birinchi darsimiz endokrinologiyaga kirish. Undan tashqari gormonlarning ta'sir mexanizmi, gormonlarning klassifikatsiyasi va xudo xolasa oxirida gaplashamiz. Bizda demak o'sha boshqaruv sistemasi, pozitiv feedback va negativ feedback. Xo'p, biz endokrinologiyaga kirishdan oldin umumiy bezlar haqida umumiy tushuncha olsak, bezlar o'zi nima va bezlar organizmda qanday funksiyalarni bajaradi. Bez lotincha glandula deyiladi. Bu organizmda ma'lum bir biologik faol moddani, hali gormon deyilmadi. Demak, ma'lum bir biologik faol moddani, u bo'lishi mumkin gormon, ferment, yog', suyuqlik. Mana shunaqa gormon, ferment, yog', suyuqlik kabi biologik faol moddalarni ishlab chiqaruvchi maxsus to'qimadan iborat organ hisoblanadi. Bezlarning asosiy funksiyasi bizda sekretsiya qilish, ya'ni organizmga kerakli biologik faol moddalarni ishlab chiqarish. Regulyatsiya qilish, organizmni turli tizimlarga ta'sir ko'rsatish orqali, demak, gomeostazni nima qiladi? Saqlaydi. Ya'ni ichki muhitni doimiyligini, muvozanatini saqlaydi. Undan tashqari bezlarning asosiy funksiyalaridan biri bu biologik aloqa. Ya'ni o'zlari ishlab chiqarilgan biologik aktiv moddalar boshqa hujayralarga ta'sir ko'rsatib, uni faoliyatini boshqaradi. Ayrim jarayonlarni yoki susaytiradi yoki demak kuchaytiradi. Bezlar demak bizda glandula deb aytiladi va bezlardan bizda biologik faol moddalar sekretsiya qilinadi. U biologik faol moddalar organizmda regulyatsiya qiladi. Undan tashqari hujayralarni mana shu biologik aloqa orqali ishini nima qilar ekan? Kuchaytirar ekan yoki susaytirar ekan. Bizda bezlar mana shunday funksiya va xossaga ega. Ana endi bizda bezlar ishlab chiqarayotgan demak sekretini qayerga quyishiga ko'ra, qayerga chiqarishiga ko'ra 3 guruhga bo'linadi. Tashqi sekretsiya bezlari, aralash sekretsiya bezlari, ichki sekretsiya bezlari. Demak, tashqi sekretsiya bezlari, ichki sekretsiya bezlari va aralash sekretsiya bezlari kabi guruhlari bor. Demak, o'zlari ishlab chiqariladigan biologik faol modda qayerga quyilishiga ko'ra. Ichki sekretsiya bezlaridan boshlaymiz. Ichki sekretsiya bezlarini nima uchun o'rganamiz? Chunki ayni endokrinologiyada umumiy qilib mana shu ichki sekretsiya bezlarini hammasini o'rganamiz. Patologiyasini, kasalliklarga diagnoz qo'yish va davolashni. Ichki sekretsiya bezlari ular tomonidan ishlab chiqariladigan biologik faol moddalar, bular gormonlar deb aytiladi. Demak, ishlab chiqaradigan gormonlar, ya'ni biologik faol moddalar to'g'ridan to'g'ri qon yoki limfa tomirlariga chiqariladi. Bizda mana shunday bitta endokrin bezni hujayrasi bo'lsa, undan ishlab chiqariladigan demak biologik aktiv modda bizda to'g'ridan to'g'ri qonga chiqarilyapti. Bu gormon butun organizm bo'ylab tarqalib, demak boshqa hujayra va a'zolarga ta'sir ko'rsatadi. Endokrin bezlarning o'ziga xos xususiyatlari, chiqaruv kanallari yo'q. Misol uchun, bitta bezda agar chiqaruv kanali bo'lsa, bu kanal misol tashqi muhit bilan tutashgan yoki biron bir bo'shliq bilan tutashgan bo'ladi. Keyin bu bezlarning hujayralari o'zini sekretini mos ravishda tashqi muhit yoki bo'shliqqa chiqaradi. Hech qanaqasiga qonga o'tkazmaydi. Bular bizda tashqi sekretsiya bezlariga xos belgi. Bizda ichki sekretsiya bezlarida demak chiqaruv kanallari yo'q. Bular ishlab chiqaradigan biologik aktiv faol moddalari, bular gormonlar deyiladi. Demak, gormonlar organizmning gomeostazini, metabolizmi, o'sish, rivojlanish va reproduktiv tizimini boshqarib beradi. Demak, ichki sekretsiya bezlariga misol qilib gipofiz, qalqonsimon bez, paratiroid bez, epifiz, buyrak usti bezi, oshqozon osti bezining endokrin qismi, ya'ni Langengas orolchalarida joylashgan hujayralar, alfa hujayra, beta hujayra va delta hujayra.
Undan tashqari jinsiy bezlarning demak gormonal qismi, testosteron ishlab chiqaradigan, estrogen ishlab chiqaradigan qismi. Bizda mana shu ichki sekretsiya bezini, uni funksiyasini, patologiyalarini, diagnoz qo'yish, davolash usullarini bir katta bo'lim, ya'ni endokrinologiya o'rganadi. Demak, biz endokrinologiyani o'rganish davomida ichki sekretsiya bezlari, yuqorida sanab o'tgan bezlarni funksiyalarini, anatomiyasi, gistologiyasi, fiziologiyasi, undan tashqari patologiya, davolash usullari bilan ko'rib o'tamiz. Ana endi tashqi sekretsiya beziga ta'rif beramiz. Tashqi sekretsiya bezlari, demak, ular ishlab chiqaradigan biologik aktiv moddalar, biologik faol moddalar maxsus kanallar orqali tanani tashqi muhitiga yoki demak ichki bo'shliqlariga chiqariladi. Ular gormon emas, qonga chiqsa gormon deb aytdik. Asosan ferment, yog', suyuqlik, shilimshiq, ter va boshqa sekretsiyalar bo'lishi mumkin. Misol qilamiz, oshqozon osti bezi. Oshqozon osti bezida demak atsinuslar joylashib, o'sha atsinuslardan bizda lipaza, proteaza, undan tashqari pankreatik amilazalar ishlab chiqariladi. Bu amilazalar demak umumiy bizda oshqozon osti bezidan o'tadigan yo'l orqali, oddiy sfinkter orqali, undan keyin 12 barmoqli ichakni bo'shlig'iga quyiladi. Shu orqali bu enzimlar bizda yog'larni, oqsillarni, uglevodlarni parchalash funksiyasini bajaradi. Demak, ichki sekretsiya bezlarida kanal yo'q edi, chiqaruv kanallari. Tashqi sekretsiya bezlarida mana shu kanallar mavjud. Bular gormon emas, balki boshqa moddalarni chiqaryapti. Ya'ni u bo'lishi mumkin ferment, suyuqlik yoki yog'. Ovqat hazm qilish, ter ajratish, terlash orqali va og'izni namlash kabi vazifalarni bajaradi. Biz tashqi sekretsiya bezlariga misol qilib, so'lak bezlarini, ter bezlarini, oshqozon bezlari, yog' bezlari, sut bezlari va jigarni olishimiz mumkin. Jigar ham o'zidan safro ishlab chiqarish funksiyasi bilan tashqi sekretsiya bezlar qatoriga kiradi. Demak, yuqorida aytganimizdek, bezlar o'zini ishlab chiqaradigan biologik faol aktiv moddalarni qayerga ishlab chiqarishiga ko'ra tashqi, ichki va aralash sekretsiya bezlariga bo'lindi. Tashqi va ichki sekretsiya bezlari haqida ma'lumot oldik. Endi aralash bez nima deyilganda, aralash bez ham tashqi ham ichki sekretorlik funksiyasini bajaradigan bezlarga bizda aralash sekretsiya bezi deyiladi. Misol uchun, oshqozon osti bezini olsak, oshqozon osti bezi taxminan mana shunday ko'rinishga ega. Demak, oshqozon osti bezi 3 qismdan iborat. Bosh qismi, tana qismi va dum qismi. Bizda oshqozon osti bezida demak tarqoq holatda Langengas orolchalari joylashgan bo'ladi. Bu Langengas orolchalarida alfa, beta, delta hujayralari joylashgan. Alfa hujayralardan glukagon, beta hujayralardan insulin, delta hujayralardan somatostatin ishlab chiqariladi va ular bizda to'g'ridan to'g'ri qonga quyiladi. Shu bilan oshqozon osti bezi ichki sekretorlik funksiyasini bajaradi. Ana endi oshqozon osti bezini qolgan atsinus qismlaridan yuqorida aytganimizdek nimalar chiqadi? Proteazalar, lipazalar, pankreatik amilaza chiqadi. 12 barmoqli ichakni bo'shlig'iga. Undan keyin u yerda oqsillarni, yog'larni va uglevodlarni parchalaydi. Shu tariqa tashqi sekretorlik funksiyasini bajaradi. Bizda ham tashqi sekretorlik, ham ichki sekretorlik funksiyasini bajarganligi uchun oshqozon osti bezi aralash sekretsiya bezi hisoblanadi. Demak, men bu yerda ham bir aytib o'tilgan aralash sekretsiya bezlari, ular bir vaqtning o'zida ham gormonlar, ya'ni ichki sekretorlik funksiyasi, ham ferment yoki boshqa moddalar tashqi sekretorlik funksiyasini bajaradi. Shu tariqa ikki tomonlama dupleks funksiyasiga ega bo'lganligi uchun bular aralash sekretsiya bezi deyiladi. Ular ikki xil sekretsiya yo'liga ega, ham ichki endokrin, ham tashqi egzokrin. Xo'p, tanadagi eng muhim aralash bezlar bu hayot faoliyatida markaziy rol o'ynaydi. Misol uchun, oshqozon osti bezi o'zidan ishlab chiqaradigan insulin, glukagon, somatostatin. Bu demak endokrin funksiya.
ovqat hazm fermentlari proteaza, amilaza, lipaza ishlab chiqarish bilan bu egzokrinlik, ya'ni egzokrin funksiyasini bajaradi va bizda aralash sekretsiya bezi hisoblanyapti. Xo'p. Demak, biz umumiy tushunchalarga ega bo'ldik. Ana endi asosiy qism bo'lgan endokrinologiyaga qadam qo'yamiz. Demak, endokrinologiya, endo degani ichki degani, demak ichki sekretsiya bezlarini funksiyasini, tuzilishini, ularni buzilishlarini, patologiyasini, davolash usullarini o'rganadigan bir katta bo'lim. Demak, endokrinologiyada yuqorida sanab o'tgan barcha endokrin bezlarni gaplashamiz. Demak, biz avval qandli diabet, gipotireoz, gipertireoz, metabolik sindrom, gigantizm, Addison kasalligi, Cushing sindromi kabi aktual bo'lgan patologiyalarni eshitganmiz. Demak, bularning barchasi endokrin patologiyalar va biz endokrin bo'limida o'rganamiz. Endokrinologiya organizmdagi ichki sekretsiya bezlar faoliyatini, ular tomonidan ajratiladigan gormonlar, ularni metabolizmga, o'sishga, rivojlanishga, stressga, reproduktiv tizimga ta'sirini va bu tizimdagi buzilishlar sababli kelib chiqadigan kasalliklarni o'rganadigan tibbiyot sohasi hisoblanadi. Xo'p. Demak, biz misol uchun hozirgi pozitsiyamizda agar endokrinolog shifokor bo'lsak, xudo xolasa bu bilimlar yanada takrorlash va yangiliklar bo'ladi. Agar biz kelajakda endokrinolog bo'lmoqchi bo'lsak, xudo xolasa eng muhim bazaviy ma'lumotlar bo'ladi. Agar biz endokrinologiyadan boshqa yo'nalishni tanlamoqchi bo'lsak ham, endokrin bezlar ajratib chiqaradigan gormonlar organizmga umumiy ta'sir ko'rsatayotganligi uchun, demak, bulardan biz boxabar bo'lishimiz kerak. Har qanday holatda ham, xuddi gematologiya singari endokrinologiya ham aktual ma'lumotlarga boy hisoblanadi. Organizmni boshqarilishi. Organizm bizda ikki xil boshqariladi. Nevral boshqarilish, gormonal boshqarilish. Nevral boshqarilish misol uchun avtonom nerv sistemasi, demak, ikki turga bo'linadi. Simpatik nerv sistemasi, parasimpatik nerv sistemasi. Xo'p, demak, simpatik va parasimpatik nerv sistemasi organizmni asosan nevral boshqaradi. Misol uchun, simpatik nerv sistemasi biror bir jarayonni kuchaytirsa, parasimpatik nerv sistemasi unga teskari, ya'ni susaytiradi. Simpatik susaytirsa, parasimpatik kuchaytiradi. Shu tariqa organizm nevral boshqariladi. Xuddi shunday, organizmning ikkinchi boshqaruv usuli bu gormonal, ya'ni endokrin tizim orqali gormonal boshqariladi. Bu boshqarilishni bizda endokrin bezlar tomonidan ajratib chiqariladigan gormonlar boshqarib beradi. Endokrin bezlar bizda ikki guruhga bo'linadi. Demak, ularning birinchi guruhi markaziy endokrin bezlar, ikkinchi guruhi bizda periferik endokrin bezlar. Markaziy endokrin bezga gipotalamus, gipofiz bezlari kiradi. Gipotalamus, gipofizar sistema. Periferik endokrin bezlarga qalqonsimon bez, buyrak usti bezi, oshqozon osti bezi va jinsiy bezlarning endokrin qismlari kiradi. Shu tariqa markaziy va periferik endokrin bezlarga bo'lindi. Bizda markaziy endokrin bezlarning funksiyasi nima deyilganda, markaziy endokrin bezlar bizda periferik endokrin bezlarni ishini boshqarib beradi. Navbatdagi slaydda biz birinchi darsimizni ikkinchi qismiga o'tamiz.